Retrain.uz saytida ta'lim ma'lumotlarini qo'shish va kursga ariza yuborish. Birinchi qadam. Brauzer qidiruviga retrain.uz ni yozish orqali saytga kiriladi. Ikkinchi qadam. Oynadagi kirish tugmasini bosib, OneID login parol kiritiladi va shaxsiy sahifaga o'tiladi. Uchinchi qadam. Profil bo'limining shaxsiy ma'lumotlar qismida yangilash tugmasi orqali shaxsiy ma'lumotlar yangilanadi. To'rtinchi qadam. Ochiq qolgan ma'lumotlar. SMS uchun telefon raqam, elektron pochta manzili, doimiy yashash hududi, ya'ni viloyati, tumani, manzil, ya'ni mahalla, ko'cha va uy nomi kiritiladi. Beshinchi qadam. Ta'lim ma'lumotlari qismiga o'tiladi va yangilash tugmasi orqali diplom ma'lumotlari yangilanadi. Agarda diplom seriya raqamlari ko'rinmasa, tahrirlash tugmasi orqali ta'lim ma'lumotlarini tahrirlash oynasiga o'tiladi va shu yerdan kerakli ma'lumotlar qo'lda kiritiladi va saqlash tugmasi bosiladi. Oltinchi qadam. Kurslar bo'limiga o'tiladi va bu yerda mutaxassislikka mos keluvchi kurslar chiqadi. Tanlangan kursning ustiga bosib, kurs haqida ma'lumot beruvchi oynaga o'tiladi. Yettinchi qadam. Ariza tugmasi bosiladi. O'qish imkoniyati bo'lgan tashkilotlardan biri tanlanadi va ariza yuborish tugmasi orqali ariza yuboriladi. Sakkizinchi qadam. Yuborilgan arizalar bo'limining kurs qismida ko'rinadi. Shu yerdan ariza holatini tekshirish mumkin bo'ladi, tasdiqlangan yoki bekor qilinganligi haqida.